kelganiga shukr, kelibdi shu yergacha. Qalbida iymoni bo'lmasa kelmaydi. Televizor, telefonni oldidan u yoq ketmaydi. Kelibdimi? G'animat bilaylik. Alhamdulillah masjidga yo'li tushibdimi? G'animat bilaylik. Nima uchun otasi bilan kelmaydi? Otasi namoz o'qimas. Bobosi undan battardir. Nabirasiga Alloh hidoyat beribdi. Biz otasi, biz bobosi, biz uni homiysi. U bizni qavmimiz, millatimiz, bizni dindoshimiz, bizni ham guzarimiz, ham mahallamiz. Inshaalloh. Agar shularni darajasiga tushib, ular bilan o'shanday muomala qilsak, Alloh darajotimizni ko'taradi. Har bir kelgan inson aziz va mukarram. Kim biladi? Kimni duosini Alloh qabul qiladi? Kimni nolasini Alloh ijobat qiladi? Kimni qadamiga Alloh barakotlar yog'diradi? Uning sharofati bilan qolgan biz sizning ham duolarimizni Alloh qabul qiladi. Inshaalloh azizlar, mana shu narsalarga ham diqqat qilishlik, e'tibor berishligimiz kerak. Kelma deyishlik, taqiq qilib yo'lni to'sishlik oson, lekin savobi ham yo'q, gunohi bor. Ammo ularni tarbiyalab, yonimizga olib, inshaalloh tarbiyalasak, tahoratni o'rgatsak, bitta shirinlik bersak, bir narsa bersak, inshaalloh ajr va savob bo'ladi.